Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bitta sizlarga yangiligimiz bor. Suddan qabul qarori yetib keldi. O'tgan mana sud to'bonlari chiroyli qilib konvertga solib bersa, biz shunaqa yirtib ochamiz bu qabul qarorlarini. O'tgan safar davlat buyurtmachi manfaatlarini ko'zlab o'tgan haftada sudga qatnashgandik. Davlat xaridlari to'g'risida tartib-taomillarga asosan davlat xaridlari buyurtmachi davlat xaridlariga o'sha onlayn savdo platformalariga o'zini qo'ygan buyurtmasini va bunda ishtirokchilar yutib olgan. Buning natijasida vaqtida mahsulotimizni yetkazib bermagan. Va biz sudga chiqqanmiz, da'vo ariza bilan o'sha o'yinga qo'yilgan zakat summalarini va mahsulot vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun peniyalarni undirib berish masalasi ko'rilgan. Va sud mana xudoga shukr bizni foydamizga hal qilib qarori chiqarib berdi. Agarda sizlarda ham davlat xaridlari bo'yicha mana shunday savdo platformalarida e-tendermi bo'ladimi, elektron do'kon bo'ladimi, har qanaqa elektron savdo maydonchalarida ishtirokchi bo'lasizmi yoki davlat buyurtmachisi bo'lasizmi? Mana shunaqa mahsulotingizni vaqtida olib kelib bermasa yoki ishtirokchi bo'lsangiz, davlat buyurtmachisi tarafidan sizning mahsulotlaringizni asossiz ravishda qaytarib o'tirgan bo'lsa, mahsulotlaringizda o'sha sifatini buzilishiga olib kelayotgan bo'lsa, vaqtdan yutqazayotgan bo'lsangiz, advokatlik tuzilmamizga murojaat qiling. Va sud orqali sizni manfaatlaringizni ko'zlab barcha zararlarni javobgardan undirishda amaliy yordam beramiz. Professional huquqiy xizmatlarimizdan foydalaning.